Assalomu alaykum. Bugun aylanani izometriyada chiqarishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun AutoCAD dasturini ochib olamiz. Undan so'ng Start oynasi turadi. Shu yerdan Templates bo'limidan AutoCAD ISO. Shuni e'tibor beringlar, to'g'ri ochishga ba'zida AutoCAD ISO 3D yoki boshqani ocha olishingiz mumkin. Shuning uchun AutoCAD ISO deganni mana ochib kiramiz. Demak, bizda mana bitta list ochildi. AutoCAD ISO shabloni asosida. Demak, xo'p. Birinchi o'rinda demak chizib olamiz. Birinchi rectangle ni tanlab, demak yozamiz 40, tabni bosamiz 40 va enter ni bosamiz. Demak, mana 40 ga 40 bizda bitta to'g'richa paydo bo'ldi. Buni aytaylik, tepadan qarab turibmiz. Endi buni mana aylanani bosamiz. Aylanaga bosib, mana bu yerdan markazini mana chiqarib olamiz. Agar bu chiqmayotgan bo'lsa, biz birinchi o'rinda mana bu yerdan Object Snap'ni yopib olishimiz kerak. Demak, mana bunga bosamiz. Bosib, mana bularni hammasiga bitishga qo'yib olgan bo'lishinglar kerak. Shu yerda bittasi ham qolmashi kerak, hammasiga bitishga bosilishi kerak. Demak, bo'ldi va mana bu yoniq turishi kerak. Mana ko'k yoniq turadi o'zi. Va mana aylanaga bosamiz. Mana aylana ishga tushdi. Endi mana bunga bitta olib borsak, mana centerini o'zi ko'rsatib beradi. Shunday qilib turib, mana bunday bossak, demak 20 radiusli mana aylana chizib oldik. Endi mana shuni hop, izometriyada topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Hop, birinchi o'rinda izometriya o'qlarini qurib olishimiz kerak. Buning uchun mana buni yoqib olamiz. Bundan ham mana bu chekasiga bossak, mana 30, 60, 90, 120 ni yoqib olishimiz kerak mana. Bo'ldi. Ya'ni aylanani 3 ga bo'lib olishimiz kerak-da. Xo'p. Mana liniyani bosamiz, liniya ishga tushdi. Birinchi mana tekis o'qni chizamiz. Chizdik. Endi mana shu yerda mana o'zi 30 gradus bo'yicha mana aylanyapti. Yana bitta chizamiz. Escape ni bosamiz. Yana liniyaga kiramiz. Endi bu o'q bo'yicha mana o'zi yashil yonadi. Mana e'tibor beringlar. Shu yashil mana yonadi. Escape ni bosamiz. Mana demak biz aylanani 3 ga bo'lib oldik. Endi mana buni 40 ga 40 demak kubni yasab olishimiz kerak. Buning uchun mana bundan ushlaymiz. Kopiyani ishga solamiz. Buni biz bilasizlar, komandalar orqali ishlaydi. Buni kopiya qilamiz. CO yozib turib, mana kopiya chiqadi. Birinchida probelni bossak, mana kopiya ishga tushdi. Endi bitta tochkasini belgilaymiz. Marka bazaviy tochkasi. Mana shuni belgilayotganda yaxshi e'tibor beringlar. Aniq bitta tochkasini ushlashinglar kerak mana. Endi tepaga yo'nalish beramiz. Mana bunday yo'nalish berib turib, hech nimani bosmaymiz. Shunchaki mana 40 yozamiz. 40 yozib turib enter ni bossak, mana bizda 40 tepaga ko'tariladi. Endi buni o'chiramiz. Escape ni bossak, mana chiqadi. Endi mana bu ikkalasini ushlab, past tepani yana kopiyani ishga solamiz. CO probel mana o'q bazaviy tochkasini ushlab, mana yo'nalish beramiz. Hech nimani bosmadim va 40 beramiz mana. Endi escape ni bosamiz, ketamiz. Endi mana bu o'q bo'yicha tepaga ko'taramiz. Copy tochkasini ushlab, mana bunday o'zimda olib borsak, mana o'zi avtomatik ushlab beradi. Endi mana bu ikkalasini ushlab, bu yoqqa yurishimiz kerak. CO probel bu yoqqa uchun ushlab, mana yo'nalish beramiz 40. Escape ni bosamiz. Endi mana bu ortiqcha chiziqlarni o'chirishimiz kerak. Uning uchun TR ni bosamiz, trim yoki mana bu yerda tepada turibdi, shuni bossanglar ham mana ishga tushadi. Bunday belgilab, ishkani chap tugmasi orqali o'chirib olamiz. Endi liniyaga o'tib, mana bu chiziqlarni bog'lab qo'yamiz. Bog'landi. Endi xo'p, orqadagi uzuq-uzuq chiziqni qo'yamiz. Buning uchun mana buni avval ushlab, mana shuni o'zini, xo'p, buni demak liniyasini qalinligini beramiz 30. Endi bu qalinligi chiqmayapti. Buning uchun mana buni bossak mana chiqadi. Agar sizlarda bu yo'q bo'lsa, buni yerdan, mana bu yerdan line weight bor. Shunga mana bitishga bossanglar, mana pastda o'zi qo'shilib, mana e'tibor bersanglar chiqadi. Shunga bitishgani bosamiz. Va mana bu yoniq turishi kerak. Mana demak qalinlik chiqdi. Endi mana bu yerdan trim qilib molarni o'chirib turamiz.
o'chirdik. Endi mana buni ham ushlab yoki match proports qilib mana bunday mana kubni yasab oldik. Endi mana yasab bo'lgandan so'ng demak aylana tepadan qurishni izometriyasini qurishni boshlaymiz. Liniani tanlaymiz. Mana bunday olib borsak, o'zi bizda mana senterini o'zi ko'rsatib beradi. Mana 3 burchak chiqadi. Mana. Endi bu yoqqa mana bunday qilamiz. Mana parallel bo'ldi. Endi mana bunday ushlab senterini topgandan keyin bunday qilamiz. Burchagini endi mana bu burchakdan shunday qilamiz. Mana bo'ldi. Endi aylanaga kiramiz. Aylanaga kirib hop, o'chiramiz. Aylanaga kirib, mana bu burchakdan markazini qo'yib, mana shu shaklda mana chizamiz. Mana bu yog'i chiqdi. Endi yana parallelni bossak, avtomatik mana aylana ishga tushadi. Markazi bu yer, mana bu yerdan mana tepaga bu yoqqa yuramiz. Mana. E'tibor bersanglar, mana tepa qismlari chiqdi. Endi bu yog'idagi aylanani qurishimiz kerak. Uning uchun mana bunday bu burchakdan bu burchakka mana bunday o'tkazib olamiz. Endi aylanaga kirib, markazi bu yer, bu yerda mana bu yoqqa mana bunday yuramiz. Yana aylanaga kirib, markazi bu yer, bu yoqqa mana bunday yuramiz. Mana bizda aylana chiqdi. Endi ortiqcha detallarni o'chirishimiz kerak. Uning uchun yana trimni bosamiz. Shunday qilib o'chirib olamiz. Mana bu ham kerak emas, bu mana bular kerak emas. Endi escape'ni bosib, mana buni o'zini ushlab, mana bunday o'chirib yuborsak bo'laveradi. Ushlaymiz, mana bunday ushlaymiz. Mana aylananing izometriyasi chiqdi. Endi xo'p, buni mana markazini yana bunday qilib chizib olamiz. Yana liniya, probelni bossak liniya ishga tushadi. Yana mana senterini ushlab mana demak chiqdi. Endi buni mana bu yoqqa ko'chirish uchun mana belgilab olamiz. Belgiladik. Mana belgilab oldik. Endi buni ko'chirish uchun pastga bu yoqqa bizda tayyor o'zi bor, ya'ni mirror. Mana mirrorni bosamiz. Mana bunday o'qni belgilab, bu yoqqa shunday qilsak, mana. Va bizda mana resursni o'chiraymi deyapti. Ha yoki yo'q. Biz o'chirish kerak emas. Mana bunday. Endi yana buni ushlaymiz. Mana yana mirrorni bosib, mana bu yo'nalish beramiz bu bo'yicha. Mana. Ha, o'chirib yuboribmiz. Node bosishim kerak edi. Belgiladik, yana mirror. Mana bu shaklda mana shu tarzda demak node qilamiz. Mana aylanani demak mana shu tarzda izometriyasini chiqarib olamiz. Xo'p. Hozircha shu, keyingi darslarda demak aylanaga bog'liq detal chizishni ko'rib chiqamiz. Rahmat.